Assalomu alaykum chorva ishqibozlari va qo'ychi ishqibozlari. Akalar, bugun Namangan viloyati Shohidon mol bozorini olib berishga harakat qilamiz. Mayda bu qo'chalarni bugun hafta sanamizning 27-yanvar haftaning seshanba kuni akalar. Yoqqan bo'lsa bittadan like va podpiska tugmachalarini bosib qo'yasizlar akalar. Mayda bu qo'chalarni olib berishga harakat qilamiz. Bu qana bo'lsa ketdik. Puli qancha ekan aka? 14 deyman ekan. 14 kam bor ekan. Bular 95 atrofida chiqib qoladi ekan. Savdosi qancha bo'lyapti aka? Hozirgi bahosi 12 bo'lib turibdi. Hozirgi savdosi 12 million savdosi bo'lyapti ekan. Shuni ichaman. Hamma yo'q o'sha. Chiroyli narsa ekan, istagan tuyoq. Oq quloq oq turishlar ekan. Mayli, barakasini bersam aka. Mana, meni qo'shalardan o'tyapmiz. Biletlar ham besh qoladi. Qancha ekan buni puli? Pulini 13,5 kam bor deyapti. Bunisini 13 kam bor deyapti. Bunisini aka 12 million o'tib berdi deyapti ekan. Savdosi bo'lyapti ekan. Ha, g'oli. Mayda chiroyli qo'chalar pul ekan. Bunisini yana 10,5 deyishyapti emas. Mana. Bekarasi bir xil narsa-yu, farqi bor. Bozorda chiroyli narsa, bozorda ham, internetda ham pul bo'lyapti ekan. Mana aka barakasini bersa. Voy! Pul qancha ekan? Kanali qaysi kanal? Ismoilus. Qancha? 12,5 dan to'talasizmi? Bor ekan. Ikkalasi, ha. 2,5 dan kam bor ekan. Bunisiga 1 metr chiqib qolar ekanda, ha. Bunisiga 1 metr. Mashisiga 1 metr. Bunisiga-chi? Bitta 97, 98 chiqib qoladi. Atrofida, o'ylari. 12,5 dan kam bor deyishyapti. Savdosi qanchadan bo'ldi aka? Salkam 12dan. Salkam 12dan savdosi bo'lyapti, berishmayapti. Bunlarchi? Ular ham shunaqa savdo bo'lyapti. 12dan. Salkam. Salkam 11, 11,5 ekan-da. 11,5 dan savdosi bo'lyapti bular. 12 bo'lyapti. Salkam 12. Bular 98 dan chiqib qolgan shekillar. 11,5 kam bor. 11,5 beryapti. 11,5. Bunisiga 11,5 beryapti ekan savdosi bunisiga. Bunisigachi? Salkam 12. Salkam 12 berishyapti ekan. Undan kichkinalar ekan. 95 chiqadi unisi bu. Lekin chiroyli bo'ladigan narsa ekan. Mana. Bora juda 15 million kam bor, bu yerda. Oq quloq mushuq ekan. 12,5dan. Yana. Hay, barakasini bersa aka. Bu Ismoil Uz kanali, o'zim duklaginam. Puli qancha ekan aka buni? Jahon banana. Obunachilaringiz va shunday aytgan davrani yaxshi. Ha, ayting. 12 million 500 ming so'mga yana o'tib beraman. 12 million 500 ming so'mga yana o'tib beraman. Bitta yomon tomoni bor, nuqsonni aytib qo'y. Nima? O'g'irdan katta tuz qo'ysa, yeb qo'yib tiqiladi. Katta tuz qo'ysa. Ilchari zo'r. Yeb ichishi o'tagan bu. Xo'sh. O't, shor bo'lam. Qara. Yo'qlar ham o'ta kuchli. Qoni ham gummillagan varianti. Bu 11 million 400 ming. Qaytmaydi deyapti-da. Bozor qancha berdi aka? Bozor 11 million 400 berdi. Bozor 11 million 400 ming bo'ldi. Obunachilaringiz mollar zo'r bo'lsa 12 da o'tib beraman. 12 dan o'tib beraman Agar deyapti. siz qo'polroq muomala qiladigan bo'lsa 12 ning ustiga yurib sotaman. Bo'ldi. Lekin kuchli narsa. Hop. Bular 90 plus. 90 plyus. 95 ham chiqib qolsa kerak, oldini sal ko'tarsa. Nomeringizga qo'yib qo'yamizmi? Nomerni qo'yamiz. Hop, 93li. 93lar. 263 263 2767. Ona shu buqani ham olib qo'ying, bizga qarashli. Borib iloji bo'lsa olib qo'ying. Kartinkaga mol rasmga qarab tuqqan. Borib bo'ldi. Bunisi ham yana bitta bor deyapti. Bunisi ham rasmini qo'ying. Vo, ana juda bo'ladigan variant edi. Nega ana? Boshlandimi? Ha, gala. Pishbaq bor. Ha, jinnilar. Zo'rdan chiqibdi. Zo'rdan variantlar bor. Bilishdi. Tomonlari ham. aytasan. Puli qancha ekan? 18 kam. 18 kam bor deyishyapti akalar. Hozirgi nomerga 2767 ga telefon qilaverasizlar. Bordek ekan. Telefon qilaverasizlar deyishdi.
Bo'ladigan narsa. Mayli, barakasini bersak ham. Qaysi biri savdo bo'lyapti aka? Qaysi biri savdo bo'lyapti? Farqi yo'q, ikkitasi. Hammasigami? Mana shu orasidan ikkitasini tanlab olishar ekan, uchasi savdo berishyapti ekan. Qancha berdingiz? 10 milliondan. 10 milliondan berishibdi. 10 milliondan berishibdi akalar. Mana shulardan qaysi birini tanlab olishga deyaptilar, lekin egasi bermayman deyishyapti. 95 dan 90 gacha o'yladi. Puli qancha ekan aka bularni? 13 dan kam bor aka. 13 dan kami bor. Tanlab olamiz. 6 tasi 13 dan kami bor deyishyapti. Tanlab olishni o'rtada. Deyapti. Bir-biridan chiroyli qochalar. 10 milliondan lekin savdosi bo'lyapti akalar. Jiya qaysi kanal bu? Ismoiluz ekan. Ismoiluz. Kalbaga qog'oz berib bering. Qog'oz berib bering. Bir-biridan chiroyli yo'q. Buni aka. Mayli, barakasi bersak ham. Bozorda balchiqlar. Puli qancha ekan aka buni? Yo'q, bu ham kirgasi bo'lib ketmadimi deymi? Qancha? Kelasizmi? 24 kami bor deyishyapti akalar. 95 ga 90 chiqadi bo'ylar. 24 kami bor deyishyapti. Savdosi qancha bo'ldi aka? Bozor. Qancha? 22,5 pul berishibdi akalar. 22,5 pul berishibdi. Ha, barakasini bersin. Mana. Bittasi xunojin ishkina. O, novosasi qancha? Nega kirasan xunojin? Bu puli qancha ekan? 20 million kam bu. Qancha? 20 million. Jupigami? Xunojini bilan qo'chasi 20 million kam bor deyishyapti. Bu qo'chasi qancha savdo bo'ldi ekan? Qo'chani o'ziga qancha savdo bo'ldi? 7 qilishdi. 7 million savdosi bo'libdi akalar. 95 chiqadi bo'ylari. Sizlar ko'rib turibsizlar. Moldan moldan farqi bor. Dunyoda 7 million savdosi bo'lyapti. Ozmoz qo'shonga berasizmi? Ozmoz qo'shonga berasizmi? Telefon raqamini qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 88 88 lar. 468 468 82 82 22. 82 telefon qilaverasizlar. Akalar, yoqqan bo'lsa, ozmoz qo'shqonga beramiz deyishyapti bu qo'chani. Telefon qilaverasizlar aka. Mana shved varianti kattasida. Puli qancha ekan buni buva? 15 ga 14 kam bor. Bo'ylari 1.5 chiqadi bunisiga, shvedniki. 15 kam bor deyapti. Bunisiga 14 kam bor deyapti. Mana. Ular kelishgan variantlar. Savdosi qancha bo'ldi mana shvedda? 13.7. 13.7. Buni qorasichi? Gelasiga ham 26 ga berishmayapti kelasi. Mana kelasini 26 ga berishmayapti akalar. Va pullar qancha ekan buni? Uchelasini. 15 dan kami bor. Buni 5 dan chiqar. 1 metrdan deylik, 1 metrdan chiqar. Buni 5 dan emas. 15 dan kami bor deyishyapti akalar. Shuna variantlari. Mana o'rib qoldi kelishgan. Allohni amri yordam beramiz. Xudo savdosi qanchadan bo'ldi unchalasini? 13,5 dan savdo beryapti hozir. 13,5 dan pul berishdi hozir. Yaxshi barakasini bersin aka. Mana buni bersang gapga. Akalar, mayda boquvchilarni yordam berishga harakat qildi. Yoqqan bo'lsa bittadan like va podpiska tugmachalarni bosib qo'yasizlar. Har bitta bozorda yordam berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar va salomat bo'linglar akalar.